Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Kanalimizda o'tkazilayotgan navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizni boshlaymiz o'rtoqlar. Darsimizni boshlashimizdan oldin meni ovozim yaxshi yetib boryaptimi va ekran sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi, shunga aniqlik kiritib berasizlar. Meni ovozim yaxshi yetib boryaptimi va ekran ko'rinyaptimi? Shu haqida guruh nimaga hozir komment deb yozib qo'ydim, o'shanga kirib yozib olinglar kommentariyaga. Yaxshi boryaptimi yo'qmi? Aniqlashtirib beringlar ovozimni. Bundan keyin boshlaymiz. Ovozim pastmi? O'rtoqlar, ko'pchilik yozsin, o'shunda aniq bo'ladi. Ovozim yaxshi yetib borayotgani yoki yo'qligi. Kelyapti, yaxshi boryapti hammaga. Yaxshi boryapti. Bunaqa bo'lsa yaxshi. Xo'p, bo'lmasa bugungi darsimizni boshlaymiz. Hozircha chatda 75 kishi ekanmiz. Asta-sekinlik bilan qolganlar qo'shilib ketaveradi. Xo'p, bugungi darsimizning mavzusini men sizlarga aytgan edim. Anafilaktik shok, dolzarb mavzu. Shuning uchun diqqat bilan darsni kuzatib borishni tavsiya beraman. Bekorchi gaplar yo'q, bekorchi ma'lumotlar yo'q. Faqatgina ish faoliyatida o'sha vaziyatga tushganda nima qilish kerakligi haqida bugun xudo xolasa gaplashamiz. Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Anafilaktik shok, allergik reaksiyalar. Lektor Muhammad Al-Numorov, men ushbu kanalni yurituvchisiman. Bugungi darsimizni demak rejasini tuzib olamiz. Bugun nimalarni o'rganamiz? Qaranglar. Anafilaktik shokning sabablari, anafilaktik shok belgilari, xos anafilaktik shok, ya'ni anafilaktik shokda masalan ayrim odamlarda nafas qisishi bilan borsa, ayrim odamlarda teriga toshmalar toshishi bilan, ya'ni anafilaktik shokning turli xillari bor. Ya'ni xos anafilaktik shok haqida gaplashamiz. Anafilaktik shokni davolash, ya'ni tez tibbiy yordam ko'rsatish, kattalarda va bolalarda anafilaktik shokda beriladigan dorilarni dozalash, dorilarning organizmga ta'siri va anafilaktik shokning asoratlari haqida bugun xudo xolasa gaplashamiz. Tayyor bo'lsanglar, demak boshladik. Anafilaktik shok nima? Anafilaktik shok bu allergik reaksiyaning og'ir, hayot uchun xavfli ko'rinishi bo'lib, 20% holatlarda o'limga olib kelishligi mumkin. Ya'ni nimagadir odamda allergiya yuzaga keladi va buni natijasida og'ir ko'rinishida anafilaktik shok yuzaga kelishligi mumkin. Anafilaktik shokning sabablari. Anafilaktik shok organizmga begona moddalar kirganda yoki organizm begona moddalar bilan kontaktda bo'lganda yuzaga keladi. Qaranglar, sabablari nimalardan iborat? Birinchi o'rinda eng ko'p uchraydigan holat bu dori vositalaridan keyin yuzaga keladigan anafilaktik shok. Bizi ayniqsa shifokorlarning hayot faoliyatida eng ko'p uchraydigan holat hisoblanadi. Birinchisi, ya'ni dori vositalari. Antibiotiklar, temir preparatlari yoki vaksinalardan keyin yoki antibiotik va temir preparatlardan tashqari boshqa dori vositalari natijasida yuzaga keladigan anafilaktik shok. Ikkinchisi, hasharotlar chaqishi natijasida yuzaga keladi. Uchinchisi, oziq moddalardan keyingi allergik reaksiyalar, masalan, mosh, no'xat, loviya yoki qulupnay, boshqa moddalar, oziq moddalardan keyin yuzaga keladigan allergiyalar, kimyoviy moddalar allergiyasi va o'simliklar ta'siridagi allergik omillardan keyin yuzaga keladigan anafilaktik shoklarga demak bo'linadi. Asosiy yuzaga kelish sabablari mana shulardan iborat. Endi albatta boshqa qo'shimcha boshqa narsalardan yuzaga keladigan anafilaktik shoklar ham mavjud. Xo'p, anafilaktik shokning belgilari. Aytaylik, shifoxonaga kelgan bemor antibiotik oldi yoki temir preparatlari olyapti. Ana shundan keyin agar o'sha dori vositasi bemorga yoqmasa, qanaqa holatlar yuzaga keladi? Anafilaktik shokni birinchi belgilari allergen bilan aloqadan keyin bir necha soniyadan 5 soatgacha paydo bo'lishligi mumkin. Eng maksimal vaqti 5 soat. O'zi odatda 90% holatlarda agar organizmda immun tizimi tashqaridan kirgan moddani yot modda sanab unga javob reaksiyasi qaytaradigan bo'lsa, odatda 90% holatda bir necha soniyadan keyinoq demak allergik reaksiya yuzaga keladi. Anafilaktik shokda qanaqa belgilar kuzatilishi mumkin? Qaranglar. Ko'ngil aynishi, ko'krak qafasidagi og'riq, bosh og'rishi, isitma, pulsni zaiflashishi lekin tezlashishi, kivin keshishi,
qizarish, hushni yo'qotish, talvasa. Va bunga qo'shimcha qilishimiz mumkin, bemorda eng ko'p uchraydigan holatlardan bittasi bu nafas qisishi hisoblanadi. Demak, anafilaktik shokda yuzaga keladigan asosiy belgilar mana shulardan iborat bo'ladi. Xos anafilaktik shok. Aytaylik, bemorga dori vositasi yoqmadi, masalan antibiotik, seftriakson antibiotiki yoqmadi. Unda qanaqa holatlar yuzaga kelishi mumkin? Agar anafilaktik shok yuzaga kelib, bemorda birinchi o'rinda masalan aytaylik teri qoplamasida yuzaga keladigan bo'lsa, ya'ni xos anafilaktik shokda bu aynan terisida qichishish, terida kvinkeshishi yuzaga kelishi va ko'ngil aynishi holati yuzaga kelishi mumkin. Agar xos anafilaktik shok asab tizimi bilan bog'liq holatda yuzaga keladigan bo'lsa, bosh og'rishi, ko'ngil aynishi, talvasa, beixtiyor siyish, ya'ni buni nerv markaziga bog'liq holatda va hushdan ketish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Nafas tizimiga bog'liq holatda bemorda bronxospazm yuzaga kelish natijasida bo'g'ilish va aytib o'tganimizdek nafas yo'llari spazmi yuzaga kelishi mumkin. Yurakka bog'liq holatda o'tkir miokardit yoki miokard infarkti holatida yuzaga kelishi mumkin. Odatda anafilaktik shok holatida bemorda ushbu tizimlar bir-biriga bog'liq holatda keladi. Masalan, ko'ngil aynayotgan bemorda nafas qisishi, ya'ni nafas yo'llari spazmi yuzaga kelishi mumkin. Kvinkeshishi yuzaga kelgan holatda bemorda ko'ngil aynishi, bosh og'rishi, hushdan ketish yoki nafas yo'llari spazmi holatda yuzaga kelishi mumkin. Bu holatni men nima demoqchiman? Bitta qolipga solib bo'lmaydi o'rtoqlar. Ya'ni har bir bemorda turlicha ketishi mumkin, lekin 90% dan oshiq holatda bemorda nafas yo'llari spazmi anafilaktik shokda bemorda yuzaga keladi. Demak, bu xos anafilaktik shok. Xo'p, yallig'lanish patogenezi. O'rtoqlar, bu post men o'tgan darsimizda o'tkir bronxit va bronxopnevmoniya mavzusida buni tayyorlagan edim. Buni hozirgi holat darsimizga ham qo'shib ketishga qaror qildim. Nima uchun? Yallig'lanish prosessi anafilaktik shok natijasida, allergiya natijasida, masalan, yoki boshqa sabablar bilan yallig'lanish prosessi yuzaga keladigan bo'lsa, yallig'lanish prosessi deyarli bir xil jarayon. Ya'ni yallig'lanishni o'zini rivojlanish ketma-ketligi bor. Qanaqa jarayon bo'lishidan qat'iy nazar o'sha reja bo'yicha ketadi. Men bu yerda infeksiyani organizmga tushishi deb yozganman. Endi masalan allergenni tanaga kirishi natijasida yallig'lanish prosessi allergik omil ta'sirida rivojlanadi. Hujayra membranasi parchalanishi, arachidon kislota hosil bo'lishi, unda lekatrienlar va prostaglandinlar hosil bo'lishi, undan tashqari makrofaglar orqali gistamin va lekatrien prostaglandinlar hosil bo'lishi va gistamin va bradikinin mediatorlari ta'sirida qon tomirni kengayishi, buni natijasidagi qon tomiri ichidagi qon, ya'ni suyuqlikdagi plazmani interstitsial to'qimaga chiqishi va buning natijasida qon bosimining tushish holati yuzaga keladi. O'rtoqlar, juda ham murakkablashtirib olishni xohlamadim. Shuning uchun ko'p ma'lumotlarni men mana shu darsimiz davomida sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Qaranglar. Aynan mana shu jarayonlar orqali bundan ham oldin aytaylik, masalan, hujayralar to'plamidan iborat to'qima, qon tomir bor va ularni orasida bilamizki interstitsial to'qima bor, interstitsial to'qima bor. Endi allergen omil bo'ladimi yoki infeksion omil bo'ladimi? Qanaqa omil bo'lishidan qat'iy nazar, organizmga yot modda tushgandan keyin mana shu jarayonlar bo'lsa, yallig'lanish mediatorlari hosil bo'ladi. Lekatrienlar hosil bo'ladi, prostaglandinlar hosil bo'ladi, gistamin, bradikinin, lekatrien. Mana shu mediatorlar natijasida gistamin bilan bradikinin ikkalasi qon tomirni kengaytiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Qon tomirni kengayishi natijasida biz aytib o'tdik-ku, to'qima bilan qon tomirni o'rtasida interstitsial to'qima bor. Qon tomirni kengayishi natijasida mana shu qon tomirdagi plazma interstitsial to'qimaga o'tib ketadi. Buning natijasida nima bo'ladi? Qon bosimi tushishiga olib keladi. Anafilaktik shokda qon bosimini tushishini asosiy mexanizmi shu. Demak, suyuqlik plazmaga o'tib ketadi. Endi biz masalan anafilaktik shokka dori berayotganimizda nimaga e'tibor qaratishimiz kerak? Qon bosimini ko'tarish uchun biz bemorga suyuqlik berishga, qon tomirining ichki bosimini qayta tiklashga harakat qilishligimiz kerak bo'ladi.
Ushbu post orqali men sizlarga qaysi fermentlar qatnashadi va unda qaysi dorilarni ishlatishimiz kerakligi haqidagi ma'lumotlarni ham yozib o'tganman. Ya'ni hujayra membranasini parchalanishida arachidon kislotani hosil bo'lishi va arachidon kislotani hosil bo'lishida fosfolipaza A2 fermenti ishtirok etishini yozganmiz. Fosfolipaza A2 ni ingibitorlaydigan dori bu deksametazon. Ya'ni hujayra membranasida arachidon kislotani hosil bo'lishida fosfolipaza A2 qatnashsa, deksametazon qilganimizda shu fermentni bloklaydi-da, bu jarayon to'xtaydi. Endi arachidon kislota hosil bo'lishida ikki xil yo'l bor va ikki xil ferment qatnashadi. Birinchisi lekatrienlar hosil bo'lishi, ikkinchisi prostaglandinlar hosil bo'lishi. Arachidon kislotadan prostaglandin hosil bo'lishida siklooksiggenaza yo'li orqali amalga oshadi bu jarayon. Endi arachidon kislotadan lekatrien hosil bo'lishida esa lipooksigenaza yo'li qatnashadi, fermenti qatnashadi. Biz arachidon kislotadan prostaglandin hosil bo'lishida siklooksiggenazani agar ingibitorlamoqchi, to'xtatmoqchi bo'lsak, ushbu fermentga qarshi dorilarni qo'llashimiz kerak. Ya'ni siklooksiggenazani qaysi dorilar bloklaydi deydigan bo'lsak, aratal, cetirizin va suprastin. Ya'ni antigistamin dori vositalarini bersak, mana shu yo'l bloklanadi. Endi arachidon kislotadan lekatrien hosil bo'lishida, ya'ni lipooksigenaza yo'li bilan fermenti orqali bu jarayon ketadigan bo'lsa, biz buni bloklashimiz uchun bemorga Montelukast dori vositasini beramiz. Bundan tashqari ikkalasining kombinatsion turlari ham bor. Masalan, Elmontus deydigan bo'lsak, Elmontusning tarkibi cetirizin bilan Montelukast. Ham siklooksiggenaza yo'lini ingibitorlaydi, ham lipooksigenaza yo'lini ingibitorlaydi. Xo'p, anafilaktik shokka keladigan bo'lsak, asosiy mexanizm bunda ham yallig'lanish patogenezi shunaqa kechadi va sizlarga qo'shimcha aytib o'tganimdek, gistamin va bradikinin mediatorlari qon tomirining kengayishiga va uni ichidagi plazmani interstisial to'qimaga o'tishiga olib keladi. Biz anafilaktik shokni mana shu patogenezni bilgan holatda unga qarshi, demak, dori vositalarini qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, shu joygacha tushundikmi o'rtoqlar? Mavzuni mazmuniga tushunyapmiz. Komment degan yozuv yozib qo'yganman o'rtoqlar. Savollar bo'lsa yoki meni gaplarimni tushungan yoki tushunmagan bo'lsanglar, shu yerga yozaverasizlar. Shu joygacha tushungan bo'lsanglar, yozib olinglar, keyin davom etamiz yana. Qolgan qismini. Tushunyapsiz? Tushunayotgan bo'lsak, yaxshi, davom etamiz bo'lmasam. Xo'p, anafilaktik shokni davolash. Anafilaktik shokni davolash. O'rtoqlar, anafilaktik shokni bir qancha darajalari bor. Yengil, o'rta og'ir va og'ir holatlarga bo'linadi. Umumiy hammaga tushunarli bo'lishligi uchun biz o'rta og'ir bilan og'ir holatni oralig'ini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bemorga antibiotik yoki temir preparatlari yoqmadi, bemor anafilaktik shok holatiga tushgan. Anafilaktik shok holatiga tushgan va biz unda qanday yordam ko'rsatishimiz kerakligi haqida hozir gaplashamiz. Xo'p, men sizlarga umumiy dorilarni, ya'ni ishlatish mumkin bo'lgan dorilarni ketma-ketlikda yozib qo'yganman. Bularning har birini ta'sirini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchisi adrenalin. Adrenalinni demak o'zini qisgan bo'ladi teri orasiga yoki anafilaktik shok holatida tomirdan qisgan bo'ladi. 10 natriy xlorga qo'shib bu ish amalga oshiriladi. Ikkinchidan glukokortikosteroidlar qilinadi. Deksametazon yoki prednizolon. Dozasini endi bu yerda shifokor tanlaydi, anafilaktik shokni og'irlik darajasiga qarab. Antigistamin preparatlaridan demak suprastin qilishimiz mumkin. 1 ml mushak orasiga. Undan tashqari allergik omil uchun natriy tiosulfat 10 natriy xlorga qo'shgan holatda qilinadi. Bronxospazm uchun demak efilin qilinadi 10 ml 10 natriy xlorga qo'shilgan holatda 5 yoki 10 ml. Endi resorbilak qilinadi nima uchun? Qonni yo'qotilgan qismini tiklashlik uchun 200 ml yoki undan ko'proq. Va kislorod yetishmovchiligi holatida demak oksigenoterapia o'tkaziladi. Ya'ni bemor bu hol vaziyatda bronxospazm hisobiga kislorodga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun oksigenoterapia bemorda o'tkaziladi. Xo'p, o'rtoqlar, 1 daqiqa, hozir qaytaman men. Chatdan chiqib ketmay turinglar.
Xo'p, o'rtoqlar, ovozim yaxshi boryapti hammaga. Ovozim yaxshi boryaptimi? Guruhga yozib yuboringlar. Guruhga deyman, o'sha komment yozuviga yozib yuboringlar. Yaxshi boryapti. Xo'p, davom etamiz bo'lmasam. Yaxshi borayotgan bo'lsa davom etamiz o'rtoqlar. Xo'p, qaranglar. Demak, bemorga bu vaziyatda nimalar qilishligimiz mumkin? Birinchi o'rinda nimani yozdim? Birinchi o'rinda demak, adrenalin dori vositasini qilamiz. Adrenalin qilganimizda qaranglar qanaqa ta'sir ko'rsatadi. Adrenalin aralash alfa va beta adrenamimetik hisoblanadi. Adrenamimetiklar odatda simpatik nerv tizimi alfa va beta adrenaretseptorlarni faollashtiruvchi dori vositalari hisoblanadi. Xo'p, adrenalin qilganimizda eng yaxshi tomoni bu metabolizmni yaxshilab beradi, undan tashqari qon bosimini yaxshi ko'tarib beradi adrenalin. Odatda anafilaktik shok holatida bronxospazm hisobiga bemorda puls ortadi. Nimaga bronxospazm hisobiga? Endi savol tug'ilishi mumkin mana shu joyda. Adrenalin qilganimizda pulsni battar oshirmaydimi degan savol bor, ko'pchilikda bor bu. Adrenalin pulsni oshirib yuboradi, to'g'ri. Lekin adrenalinni yaxshi tomoni bronxospazmni juda ham yaxshi ochadi. Bronxospazm ochiladi. Buni natijasida vaqtinchalik puls ko'tarishi mumkin, lekin bronxospazm ochilishi bilan bu pulslar joyiga qarab tushadi. Men yaqinda bitta ma'lumot nima qilib qoldim? Ya'ni anafilaktik shok, bitta vaziyatli masala keldida, o'sha vaziyatli masalaga ko'ra pulsi 110 tadan oshiqroq, anafilaktik shok ketyapti jarayon. 110 ta emas, 120 tadan oshiqroq anafilaktik shok ketyapti. Tagida bitta odam yozyaptiki, bu bemorda 120 tadan puls baland ekan, bu yerda biz strafantin qilishimiz kerak, ya'ni yurak glikozidini aytyapti, qilishimiz kerak deb. O'rtoqlar, bu noto'g'ri. Strafantin yurak glikozidi hisoblanadi. Yurakka bog'liq holatda bo'lgan, masalan, taxikardiya holatida strafantin qilsak yaxshi tushirib beradi. Lekin anafilaktik shokka bog'liq bo'lgan taxikardiya umuman boshqa jarayon. Bu yerda yurak shunaqa tez urishga majbur bo'lyapti. Biz bu yerda nimaga urg'u qaratishimiz kerak? Nafas yo'llaridagi bronxospazmni ochishga. Adrenalin qilganimizda bronxospazm ochilsa, puls joyiga qaytadi. Endi anafilaktik shok holatda bemorga taxikardiyasini to'xtataman deb strafantin yoki dioksinga o'xshagan yurak glikozidlarni qiladigan bo'lsak, nima bo'ladi? Oxir oqibat kardiogin shokkacha tushirib qo'yishi mumkin. Nimaga? Chunki o'zi havo yetishmayotdi. Buni natijasida yurak kuchli ishlashga majbur bo'layotdi. Biz ana shu majbur bo'layotgan yurakni to'xtatishga harakat qilyapmiz. Tushunyapsizlarmi? To'xtatishga harakat qilyapmiz. Bu noto'g'ri yondashuv. Birinchi navbatda qilishimiz kerak bo'lgani, demak, bronxospazmni ochishga harakat qilishimiz kerak. Mayli, vaqtinchalik taxikardiya bo'ladi, lekin bronxospazm ochilishligi bilan bu jarayon to'xtaydi o'rtoqlar. Demak, bemorga adrenalin qilamiz. Keyin yallig'lanish prosessi, allergik omilni ta'sirini kamaytirish maqsadida bemorga glikokortikosteroidlar qilinadi. Deksametazon yoki prednizolon. Men deksametazon misolida yozganman buni. Demak, deksametazon qilganimizda bemorga yallig'lanish prosesini to'xtatadi va juda ham yaxshi effektli ta'sir beradi. Albatta qilinadi anafilaktik shok holatida. Xo'p, antigistamin preparatlar qilish mumkin. Demak, suprastin qilinadi. Bu ham o'sha yallig'lanish prosesiga aloqador allergik omilni to'xtatadigan jarayonda ishtirok etadi. Bitta sizlarga maslahat beraman keyin, eng og'ir darajadagi allergik reaksiyalarda suprastinni ishlatish to'g'ri bo'lmaydi. Xo'p, natriy tiosulfat ham mana shunday allergik omilda to'xtatishlikda ishlatiladi, lekin asosiy guruh dorilari sifatida emas. Asosiy qilinishi kerak bo'lgan og'ir holatda nimalar qilinadi? Adrenalin, deksametazon, agar bronxospazm ochilmaydigan bo'lsa, eufilin, undan tashqari ana shu suyuqlikni plazmaga chiqib ketishi natijasida suyuqlik o'rnini to'ldirish maqsadida, demak, infuzion eritmalar qo'yiladi. Men Reasarbilak misolida yozganman buni. Aslida oddiy natriy xloram bo'laveradi yoki Ringer yoki boshqa eritmalar. Ham demak bemorga qo'llasak bo'laveradi.
Xo'p, endi efilindan ham qilishdan ham maqsad shu o'rtoqlar. Agar bronxospazm ochilmaydigan bo'lsa, oxir oqibat baribir ishimiz efilinga tushadi. Aytib o'tganimizdek, suyuqlik hajmini to'ldirish maqsadida infuzion eritmalar vena ichiga quyiladi. 200 ml, 400 ml yoki undan ham ko'proq. Va albatta bemorni oksigenoterapia, ya'ni kislorod apparatiga ulagan holatda bemorni holatini kuzatishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p. O'rtoqlar, shifokorlarda doimiy ravishda yonida pulsoksimetr bo'lishligi shart. Shifokormisiz, pulsoksimetringiz bilan yuring. Nima uchun? Agar bitta bemorning holatini ko'rganingizda, qo'liga pulsoksimetrni bitta taqasizda, agar pulsoksimetrda SpO2 95% dan baland bo'lsa, u dodvoy solayotgan bo'lsa ham, baqir-chaqir qilyapgan, o'lyapman deyotgan bo'lsa ham, agar 95% dan baland bo'ladigan bo'lsa, bu ko'rsatkich. Unda hayoti xavf ostida emas. Unga xotirjam nima bezovta qilayotganligini aniqlab yordam ko'rsatsangiz bo'ladi. Endi agar 95% dan past yoki 90% dan pastga qarab tushib ketayotgan bo'lsa, pulsoksimetrda bu holatda bemorning hayoti xavf ostida. Unga zudlik bilan yordam ko'rsatishlik kerak bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? O'zi o'sha saturatsiyasi 95% yoki 90% dan past bo'ladigan bemorlar o'zi baqir-chaqir qiladigan holatda bo'lmaydi. Hushdan ketish holatida, o'zini yo'qotish holatida bo'ladi. Vahima qilayotgandan emas, indamay yotgandan qo'rq deb bekarga aytishmaydi o'rtoqlar. Shuning uchun albatta yoningizda pulsoksimetr bo'lsin. Bemorning holati qanaqa? Og'irmi, yengilmi? Yoki tezkor yordam ko'rsatish kerakmi? Xotirjam yordam ko'rsatsa bo'laveradimi? Aniqlashlik uchun shifokorda albatta yonida bo'lishligi kerak. Tushundinglar o'rtoqlar? Yetib boryaptimi hammaga? Sizga juda yaxshi nima bo'ladi-da, pulsoksimetringiz bo'lsa, konkret bilib olasiz. Xotirjam yordam ko'rsatasizmi yo tezkor yordam ko'rsatish kerak? Xo'p, davom etamiz. Xo'p, bolalarda dorilarning dozalari. Xo'p, kattalarda odatda o'sha chiqqan gramiga, chiqqan millilitriga qarab turib, kattalarda shu dozalar qilinaveradi. Lekin agar bolalarda anafilaktik shok holati yuzaga keladigan bo'lsa, qanaqa qilish kerak? Mana shu haqida hozir gaplashamiz. Xo'p, bolalarga ham adrenalin qilish mumkin. O'zi 1 ml chiqadigan bo'lsa, demak, bolani kilogrammiga qarab 0.01 mg kilogrammiga qarab turib qilinaveradi. Masalan, bola 1 yosh bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 1 yosh bolani 10 kilogram bo'ladi deydigan bo'lsak, 10 kilogrammi noto'g'ri yozib qo'yib o'rtoqlar, 1 ml emas, 0.1 ml bo'ladi. Ya'ni 10 kilogramli bolaga 0.1 ml adrenalin qilinadi. Endi deksametazon 1 ml desak, 4 mg millilitr bo'ladi. 1 ml bolani 1 kilogrammiga 0.3-0.6 mg gacha deksametazon qilinadi. Ya'ni buni oyiga hisoblaydigan bo'lsak, deksametazonni har oyiga 0.1 ml dan qilishlik kerak bo'ladi. Suprastin ham 1 ml deydigan bo'lsak, 1 oylik bilan 6 oylik orasidagi bolaga 0.3-0.4 ml dan qilinadi. 6 oydan 12 oygacha 0.4-0.5 ml dan qilinadi suprastin. 1 yosh bilan 6 yosh oralig'i esa 0.6-0.8 ml dan demak qilinadi. 6 yoshdan boshlab suprastin 1 ml dan qilinaveradi. Xo'p, endi efilinni ko'ramiz endi. 2-4% chiqadi, 5 ml. Efilinni 0.1 ml kilogrammiga qilinadi. Bu sutkalik dozasi. Ya'ni bola 1 yosh bo'lsa va uni vazni 10 kilogram bo'ladigan bo'lsa, efilin 1 ml qilinadi. 20 kilogram bo'lsa 2 ml, 30 kilogram bo'lsa, demak 3 ml gacha qilinadi. Resorbilak yoki ringer yoki oddiy natriy xlor eritmasi. Mana shu holatda 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda kilogrammiga 10 ml dan hisoblanaveradi. Ya'ni agar bola 6-12 yosh bo'ladigan bo'lsa, 100 ml gacha resorbilak qilinadi. O'zi odatda o'rtoqlar ko'proq ham qilinyapti hozirgi kunda. 150 ml gacha qilinyapti. 12 yoshdan boshlab esa to'liq 200 ml dan resorbilak eritmasi qilinaveradi. Anafilaktik shokda beriladigan dorilarning bolalarda dozasi mana shundan
iborat bo'ladi. Xo'p, dorilarning organizmga ta'siri. Buni men o'zi gap so'z bilan ham aytib o'tib ketdim. Buni endi post sifatida ham qo'yib qo'yganman. Qaranglar, dorilarning organizmga ta'siri qanaqa? Ya'ni anafilaktik shokda ishlatiladigan dorilarni. Birinchisi adrenalin. Adrenalinni bemorga qilganimizda qon tomirini toraytiradi birinchidan. Nima uchun qon tomir toraytirish kerak deganda, allergik reaksiya, ya'ni anafilaktik shok ketayotgan vaqtda biz aytib o'tdik oldingi holatda bradikinin va gistamin mediatorlari ta'sirida qon tomiri kengayadi. Qon tomirining kengayishi natijasida esa qonni plazmasi interstisial to'qimaga o'tib ketib qoladi. Mana shu jarayonni sekinlantirish maqsadida adrenalin qiladigan bo'lsak, qon tomirini toraytirib beradi. Ikkinchidan biroqlarni kengaytiradi. Uchinchidan qon bosimini oshirib beradi. To'rtinchidan pulsni oshiradi. Aytib o'tganimizdek, pulsni oshirishi bu vaqtinchalik holat. Bronxospazm darhol o'ziga kelishligi bilan puls joyiga tushadi. Biroqlarni kengaytirishi haqida men sizlarga oddiy bitta misol aytaman o'rtoqlar. Masalan, bitta odam sport tariqasida yugurayotgan vaqtda 100 metrga yuguradigan bo'lsa, xotirjam 100 metrga yuguradigan bo'lsa, nima bo'ladi? Hansirab qoladi. 100 metrga yugurgandan keyin yoki 200 metr deylik, hansirab qoladi. Endi aytaylik, orqadan birorta hayvon qo'yapti, it qo'yapti masalan. Itdan qo'rqib turibdi, itdan qochish maqsadida yuguryapti. Bu odam hansirab qoladimi? Bu odam hansiramaydi. 1 kilometr yugursa ham ketaveradi itdan qochib. Nima uchun? Chunki qo'rquv natijasida bemorda adrenalin ishlab chiqariladi. Adrenalinni ishlab chiqarilishi natijasida bronxlar kengayadi va tashqaridan xohlagancha kislorodni qabul qilishligi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Adrenalinni bronxlarni kengaytirishga ta'siri shunaqa. Qo'rquv natijasida ishlab chiqarilgan adrenalin bronxlarni kengaytirib yuboradi. Qo'rquv natijasida yugurayotgan odam havoga muhtoj bo'lmaydi, ketaveradi yugurib. Ya'ni adrenalinni men misol tariqasida bronxlarni qanaqa kengaytirishi misolida men sizlarga bu ma'lumotni aytib ketyapman. Demak, adrenalinni qilganimizda ta'sir mexanizmi shunaqa bo'ladi. Ikkinchisi deksametazon. Deksametazon qilganimizda allergenga qarshi kurashadi, organizm hayot faoliyatini normallashtiradi va aytib o'tganimizdek yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Uchinchisi suprastin, allergiyaga qarshi ta'sir ko'rsatadi, ya'ni mediatorlarni bloklash orqali, siklooksiggenazani. Eufilin, bronxiolitik dori vositasi, aminofillin, bizning savdo nomi bilan eufilin ishlatiladi. Bu bronxlarni kengaytiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Riasorbilak qonni zararli moddalardan tozalaydi, allergiyalardan. Ikkinchidan qon bosimini ko'tarishida yaxshi effekt beradi. Xo'p, tushunyapmiz o'rtoqlar. Ora-orada so'rab tursam, tushunmayotganlar bo'lsa, gapirib oladi. Yaxshi yetib boryapti hammaga. Yaxshi yetib boryapti. Yaxshi. Xo'p, anafilaktik shokning asoratlari. Agar og'ir anafilaktik shok yuzaga keladigan bo'lsa va unga kerakli yordam ko'rsatilmaydigan bo'lsa, qanaqa asoratlarga olib kelishi mumkin deydigan bo'lsak, demak, bemorda o'tkir nafas yetishmovchiligi yuzaga keladi. O'pka shishi yuzaga keladi. Bunga asosiy sabab o'sha interstisial to'qimaga suyuqlikning o'tib ketishi natijasida o'pka shishi yuzaga kelishi mumkin. O'tkir yurak qon tomir yetishmovchiligi yuzaga keladi. Nima uchun? Bu ham o'sha qonni plazmasini interstisial to'qimaga o'tib ketishi bilan bog'liq. Miya shishi yuzaga kelishi mumkin va halokatli oqibat, ya'ni o'limga olib kelishi mumkin. To'g'ri. Xo'p, tayyorlagan postimiz mana shulardan iborat o'rtoqlar. Aytib o'tgan ma'lumotlarimni menimcha tushundinglar. Asosiy qilinadigan dori vositalari shular: adrenalin, deksametazon, suprastin, natriy tiosulfat, eufilin, riasorbilak va oksigenoterapia. Keyin men sizlarga yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman o'rtoqlar. Bu mavzuni bitta qolipga sololmaydi. Nimaga? Anafilaktik shokka tushgan bemorni men glyukozani o'zi bilan ham chiqarganman. Vaziyatda glyukozani o'zi bilan ham chiqarganman. Bu vaziyat sifatida men buni kanalga ham tashlaganman buni. Nima qilganman? Davleniya 10 ga 0 bo'lib qolgan, saturatsiya tushib ketgan, yonimda glyukozadan boshqa dori yo'q. Ya'ni glyukoza 40%. Glyukoza 40%likni men bemorga ketma-ket qilaverganman. Ya'ni glyukoza 40% 10 ml qilganman.
qon bosimi yaxshi ko'tarilmagan. Keyin ketma-ket 2 marta glyukozni 40% 10 ml ketma-ket 2 marta qilganmanda, buni natijasida davleniyasi bemorni 70 ga 30 ga ko'tarilgan va oyoq qo'liga issiq suvli o'sha baklajkalarni qo'yib issiqlik ta'sir o'tkazish natijasida 110 ga 70 ga ko'targanman qon bosimini. Ya'ni albatta shuni andoza qilib yodlab olinglar demayapman men. Vaziyatga qarab turib men fikrlashinglarni tarafdoriman. Ya'ni bemor kelganda qanaqa dorilaringiz, imkoniyatlaringiz bor. Agar imkoniyat keng bo'ladigan bo'lsa yaxshi. Xo'p, bitta savol kelyapti. U bemorning sahri bo'lsa-chi? O'rtoqlar, bitta narsani tushuninglar-da. Fikrlashinglarni xohlaman deganimda men shuni aytyapman. Hozir buni misolda, hozirgi savolni misolda tushuntirib beraman. Anafilaktik shok holatida tushgan bemorga anafilaktik shokdan chiqarish muhimroqmi yoki sahrni ko'tarilishi muhimroqmi? Sahr ko'tarilsa ham mayli o'sha vaziyatda ozmoz. Anafilaktik shokdan chiqarib olishlik uchun dorilarni qilishlik maqbulroq bo'ladi. Chunki sahrni tushirishga sizni vaqtingiz ko'proq bo'ladi-da, tushunyapsizlarmi? Anafilaktik shok uzoq davom etmaydi. 3 yoki 5 daqiqa yordam ko'rsatsangiz, bo'lmasa bemor ketadi. Tushundinglarmi? Shokdan chiqarish birinchi o'rinda turadi bu vaziyatda. Yetib boryapti hammaga. Xo'p, yaxshi. O'rtoqlar, hozir vaziyatli masalalar bor, bitta-ikkita. O'shalarni birgalikda men kanalga joylayman. Hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, menimcha darsni ko'rib chiqdinglar. Eshitdinglar. Endi menimcha javob bera olsa kerak. Hozir kanalga vaziyatli masala joyladim. Ana shu vaziyatli masalani o'qib, menga javob beringlar. Yaxshilab o'qinglar va javob beringlar. Vaziyatli masalani o'qinglar va javob beringlar. Xo'sh. Kimda javoblar bor? Demak, bemor anafilaktik shok holatiga tushgan. Bemorga qanday yordam ko'rsatishligimiz kerak? Bemorga qanday yordam ko'rsatishligimiz kerak bo'ladi? Bemorga qanday yordam ko'rsatishligimiz kerak bo'ladi? Hop. Davom etamiz o'rtoqlar. Qanday yordam ko'rsatamiz? Birinchi o'rinda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan holat o'rtoqlar. Vaziyatli masalani o'qidinglar. Birinchi o'rinda bronxospazmni bartaraf qilishimiz kerak. Yaxshilab e'tibor beringlar. Oksigenoterapiya, suprastin, adrenalin dezintoxikatsion terapiya, infuzion terapiya. Xo'p, og'ir holatlarda suprastinni qilmaysizlar o'rtoqlar. Xo'p, keyin ChatGPT dan foydalanib tashamanglar o'rtoqlar, iltimos sizlardan. Har narsada ChatGPT ga osiladigan bo'lsanglar, oxiri fikrlamay ham qo'yasizlar. O'zingizlarning fikringlarni yozinglar.
juda ham yaxshi. Adrenalin, mushak orasiga deksametazon, 2 gram efilin. Hop, yaxshi. Hop. Yana fikrlar. Xo'p, yaxshi o'rtoqlar. Qaranglar, hammamiz umumiy mexanizmni tushunyapmiz. Agar hamma imkoniyatlar bo'lsa, yordam ko'rsatishga hamma imkoniyatlar bo'ladigan bo'lsa, demak, birinchi o'rinda ko'radigan bo'lsak, ushbu bemorda qon bosimi 60 ga 20 ekan. Vaziyatga qaraysizlar, balki bu vaziyatda adrenalin qilishga hojat yo'qdir. Agar adrenalin qilmaydigan bo'lsangiz, bemorda og'ir giperglikemiya, ya'ni qandli diabet bo'lmaydigan bo'lsa, giperglikemiya holatiga kirib ketmasligini bilsanglar, bemorga 40% lik glyukoza eritmasini qilsanglar bo'ladi. Yo bo'lmasa 5% lik 250 ml ni tezkor ravishda qon tomiriga quyishimiz mumkin. Demak, glyukoza qilishimiz mumkin. Undan tashqari allergik omilni to'xtatish maqsadida bemorga glukokortikosteroid qilamiz, ya'ni deksametazon yoki prednizolon. Holat og'ir anafilaktik shok bo'lmaganligi uchun, demak, qon bosimi 60 ga 20 holatida turibdi-da bu bemorda. Zarurat bo'lsa bemorga suprastin qilishligimiz mumkin. Aytib o'tganimizdek, bemorga infuzion eritmalar qo'yamiz, Riasorbilak yoki Ringer eritmasini. Va saturatsiyani tushayotganini ko'ryapmiz 88% ga. Agar bronxospazm ochmoqchi bo'lsak, demak, adrenalinni ham qilishimiz mumkin, lekin efilin qilsak ham bo'laveradi bu vaziyatda. Puls bir qancha ko'tarilishligi mumkin, lekin bronxospazm ochilishligi bilan, demak, bemorda bu jarayon to'xtaydi. Agar ko'ngillanish qolmaydigan bo'lsa, demak, metaklopramid yoki andositron dori vositalarini, demak, bemorga ko'ngillanishni to'xtatish maqsadida ham qilishligimiz mumkin. Asosiy davolash rejasi mana shundan iborat bo'ladi. Ya'ni vaziyatga qarab, men buni sizlarga boshda aytib o'tdim, bitta qolipga o'rtoqlar solib bo'lmaydi bu jarayonda. Ya'ni vaziyatga qarab shifokor har bir qilayotgan dorisini, ta'sir mexanizmini bilgan holatda bemorga buyilishligi kerak bo'ladi. Vena yo'qolib qolganda qanday ketma-ketlikda qilinadi? O'rtoqlar, mushak orasiga qilaverasizlar. Agar nima bo'lsa, venani topolmaydigan darajada bo'lsa, o'zi odatda shifoxonada bo'ladigan bo'lsa, tajribali hamshiralar bor, yo bo'lmasa shifokorlarning o'zi bor. Har qanaqa vaziyatda ham qon tomiriga tushib ketaveradigan nimalar bor. Ya'ni bizni nimada bor demoqchiman. Qolgan hududlarda ham menimcha bor. Agar topib umuman imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, adrenalinni ham mushak orasiga, deksametazon, suprastin, ya'ni qo'lingizda bor imkoniyatni ishga solishlik kerak bo'ladi. Antibiotik qilishdan oldin proba ham qo'yish kerak. Albatta, proba bilan qilinadi o'rtoqlar. Odatda ko'p holatlarda probani o'zida bilinadi. Dori yoqmaganligi. Lekin shunaqa holat yaqindan beri ko'p bo'lyaptiki, proba qo'yganda proba yaxshi chiqadi, dori vositasi jo'natib yuborilgandan keyin reaksiya beraveradi. Shunaqa holatlar ham bo'lib qolyapti. Anafilaktik shok o'zi odatda shundan keyin paydo bo'lib qolyapti. Deyarli hamma dorilar proba bilan qilinadi. Proba yoqqanga o'xshaydi-da, lekin qo'yganingizdan keyin demak reaksiya beraverish holatlari bo'lyapti. Xo'p, o'rtoqlar, ikkinchi vaziyatli masalani hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Kanalga joylayman. Demak, ikkinchi vaziyatli masala o'qiymiz va javob beramiz. Ikkinchi vaziyatli masalaga demak javob beramiz. Savolni yaxshilab o'qinglar, keyin javob beringlar.
Kitobda suprastinga qarshi ko'rsatmaga suprastin qilyapsiz. Og'ir anafilaktik shoklarda qarshi ko'rsatma. To'g'ri. Og'ir anafilaktik shoklarda qarshi ko'rsatma. Siz chatga endi kirdingiz shekilli. Bu holatda men ma'lumotlarda aytib o'tib ketdim video davomida. Xo'p, qachon qilmaslik kerakligi haqida. Suprastinga qarshi ko'rsatma bor, to'g'ri. Xo'p, ikkinchi vaziyatli masalani o'qiymiz va javoblarni yozamiz. Ikkinchi vaziyatli masalani o'qiymiz va javobimizni yozamiz. Xo'p, kimda qanaqa javoblar bor? Vaziyatli masalani o'qiymiz va javob yozamiz. Birinchi, nafshadil spirti hidlatiladi. Bemor o'ziga kelganda adrenalin qilinadi. O'rtoqlar, qon bosimi tushayotgan vaqtda, tushib ketgan, ayniqsa 20 ga 0 holat kelib qolganda, nafshadil spirtini hidlatgan taqdirimizda ham qon bosimi ko'tarilib qolmaydi. Hushiga kelib qolmaydi. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri dori vositalarini qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, yana kimda qanaqa javoblar bor? Judayam yaxshi. Xo'p, yana javoblar. Yana javoblar. Furosemid xato, to'g'ri. To'g'ri. O'rtoqlar, bu yerda juda ham ko'p nima yozilyapti. Ayrim narsalarni ko'rmay qolayotgan bo'lishim ham mumkin. Uzr so'rayman. Mening savolimga javob yozilmayapti deb nima bo'lmanglar, chunki xabarlar ko'p. Iloji boricha hammasini ko'rib chiqishga harakat qilyapman. Dexametazon o'rniga prednizolon qo'llasa bo'ladi. Xo'p, javoblar uchun rahmat hammaga o'rtoqlar. Hozir vaziyatli masalani men o'zim bir ko'rib chiqib, sizlar bilan fikrimni o'rtoqlashaman. Xo'p, bemor Boltaboyeva Nargiza 31 yosh, terapevt shifokorga ko'ringan va shifokor unga temir tanqisligi anemiyasi 2-daraja tashxisini qo'ygan va temir 3 gidroksid buyurgan. Preparat proba orqali bemorga yuborilgan va oradan 2 soat o'tib bemorda nojo'ya ta'sirlar boshlangan. Endi 2 soat deb turib men bu yerda vaziyatli masala sifatida yozdim. O'zi odatda juda ko'p holatlarda o'sha qisqa vaqt ichida yuzaga keladi reaksiyasi. Xo'p, endi temir 3 gidroksid preparati bilan demak qanaqa holatlar yuzaga kelgan bemorda? Bosh aylanishi, hushdan ketish, teri rangi oqarishi, terida shishlar, ko'ngil aynishi, qo'l oyoq muzlashi va havo yetishmovchiligi holatlari yuzaga kelgan. Demak, shifokor tekshiruvlari natijasida qon bosimi 20 ga 0, puls 120 ta, puls tez va sust. Saturatsiya 54%, demak bemorga yordam ko'rsatishligimiz kerak. Bemorning qon bosimi juda ham past. Bunaqa vaziyatda demak aytib o'tganimizdek bemor deyarli hushi o'zida bo'lmaydi. Birinchi qiladigan dorimiz bu adrenalin, ya'ni adrenamimetik. Undan tashqari agar tez tibbiy yordam shifokori bo'lsa, bunaqa vaziyatda mezotonni ham demak qo'llashligi mumkin qon bosimini ko'tarishlik maqsadida. Adrenalin
qilinadi bemorga. Undan tashqari glyukokortikosteroidlar, deksametazon yoki prednizolon qilinadi. 1 yoki 2 ml yoki undan ham holatiga qarab turib dozani oshirishligi mumkin. Xo'p, undan tashqari qon bosimini ko'tarishlik maqsadida kofeindan ham foydalanishlik mumkin. Eng asosiy muammo ikkita bo'ladi o'rtoqlar bu vaziyatda. Birinchisi bronxospazmni ochish, ikkinchisi esa qon bosimini ko'tarish. Qon bosimini ko'tarishda demak adrenalindan, deksametazonning o'zidan ham, kofeindan yoki glyukoza 40% eritmasidan ham foydalanishlik mumkin. Bemor tezlik bilan demak kislorod apparatiga ulanadi, ya'ni oksigenoterapiyga o'tkaziladi va qon tomiridan demak infuzion eritmalar qo'yishlik kerak bo'ladi. Demak, Resarbilak, Ringer yoki natriy xlor eritmalari 200-400 ml gacha tezkor holatda. Xo'p, o'rtoqlar, agar bemorga dorilar yetarli miqdorda qilinmasa yoki noto'g'ri tarzda yordam ko'rsatilgan bo'lsa, har o'tgan soniya zararga ishlaydi. Tushunyapsizlarmi? Qon tomirlarida qonning yaxshi aylanmasligi, bosimning tushib ketishligi bu asta-sekinlik bilan to'qimalarni o'lib borishiga olib boradi. Shuning uchun agar vaqtida holati tiklanmaydigan bo'lsa, demak og'ir asoratlarga bemorda demak og'ir asoratlarga olib kelishligi mumkin. Xo'p. Ya'ni dorilarni yaxshilab o'rganib olinglar. Qilinish kerak bo'lgan dorilar. Ularning ta'sir mexanizmini yaxshi bilinglar va vaziyatga qarab turib, qaysi vaziyatda qaysi dorini ishlatish kerakligini bilinglar. Ana shunda anafilaktik shok kabi og'ir holatdan chiqishinglar mumkin. O'zi odatda o'rtoqlar, bitta bemor anafilaktik shokka tushadigan bo'lsa, u vaziyatda tartibli holat bo'lmaydi. Siz bemalol o'ylolmaysiz. Nima uchun? U yerda uni uydagilar baqir-chaqir qilayotgan bo'ladi yoki boshqa holat. Ya'ni miya bitta joyda bo'lmaydi. U bilan bu urushgan, xullas shunaqa vaziyat bo'ladi, og'ir vaziyat bo'ladi. Bunaqa haligi betartib vaziyatda fikrlab olishni o'zi ham katta gap bo'ladi. Fikrlab, hozir qaysi dorini qilaman, undan keyin qanaqa dori qilishimiz kerak. Hozir men darsda buni oddiy holatda men sizlarga yetkazib beryapman, lekin u vaziyatda betartib bo'ladi. Xullas, mana shunaqa qiyin vaziyatdan chiqish kerak bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, bitta qolipga solib bo'lmaydi. Vaziyatga qarab turib, dorilarni ketma-ketlikda qilib ketaverasizlar o'rtoqlar. Xo'p, anafilaktik shok mavzusidan men sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat edi o'rtoqlar. Darsda qatnashganinglar uchun kattakon rahmat hammaga. Xo'p, keyingi darslarimizni ham men mavzusini kanalga joylab qo'yaman. Ozgina men kurs masalasida o'sha onlayn kurs ochganimizdan keyin uni tartiblashtirib, o'zimning rejalarimni tashkillab olguncha ozgina vaqt o'tdi. Endi bundan buyog'iga xudo xolasa kanalda rivojini yana xuddi avvalgidek holatda davom ettirishga harakat qilamiz. Xo'p, rahmat hammaga, yaxshi tomonlar. Hozir darsni yozib olyapman. Kanalga barcha ma'lumotlarni, prezentatsiyasini ham, video darsini ham kanalga joylab qo'yaman. Rahmat hammaga. Yaxshi dam olinglar.